Seni mana bu dorilarni olib ichib turasiz. Chiqib turing, xo'jayingizga gapim bor edi. Tinchlikmi doktor? Ayolim ahvoli og'irmi? Sizga qanaqa aytishni bilmayman, xullas uzog'i bilan 6 oy, bo'lmasa 3 oy umri qolgan. Ayolingizga yaxshilab qarang. Tushunmadim doktor. 3 oy dedingizmi? Tinchlik ekan adasi. Hammasi zo'r ekan. Yomonga o'lim yo'q deyshadi-yu. Ketdi tez yur. Menga qara onasi, doktor senga nima dedi? Borsan yot, hech qanaqa ish qilma, men o'zim yuvib tozalab qo'yaman. Adasi o'zi arzimagan shu. Doktorlar gapiraveradi, men yaxshiman. Adasi. Bunga e'tibor berma onasi, bu hech narsa emas. Kel undan ko'ra dorilarni ichib ol. Yot endi, o'rla. Uzog'i bilan 6 oy, bo'lmasa 3 oy umri qolgan. Ayolingizga yaxshilab qarang. Alloh sabr bersin. Bugun 3-kun. Asrdan ham o'tdi. Odamni ham уже kelmasa kerak, sekin yig'ishtira qolamiz. Men unda yetib chiqay hozir. Biz ham sekin ketdi endi. Bugun 3-kun ekan, odamlar ham kamayib qoldi. O'zingni qo'lga olgan, unaqa ko'p siqilmagan. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat akajon. Haligacha ishona olmayapman. To'ppa-to'g'ri yurgandilar.